Cobalt'ni zo'ridan so'raganlar uchun 2018 chist ravon mashinamiz, mexanika, 16 chaka diskalar qo'yilgan, mesh stopchalar qo'yilgan, toza ravon mashinamiz. Polni shumka bo'lgan. Chaqqa xasta-pustalar yo'q. Mashinamiz holati juda ham zo'r turibdi. Mashinamizda yurgani 66 ming yurgan. Va tonirovkalarga ham ruxsati bor oldigacha. Mashinamizda yurishlari do'ppicha, umuman ovoz yo'q, tiqir-piqir hadoylar yangi qanday bo'lsa shunday yuradi. Salon holatlari akkuratni turibdi. Shumka bo'lgan, toza ravon mashinamiz. Chixol polliklar zo'ridan qo'yilgan. Salonlar ham qirilib, silinib ketmagan. Mashinamizning narxini $8500 beraman. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 2018 ikkita joyda petnoy kraskasi bor, ichiga o'tmagan.